Tasavvur qiling, Abduqodir Husanovning to'yi bo'lsa, nimalar bo'ladi? Birinchi navbatda yo Humoda yoki Bunyodkor stadionida to'y bo'lib o'tadi. To'y translyatsiyasi uchun doimgidek Sport va Zo'r TV talashishgan. Taklifnomalar bo'lsa qo'lda 10 baravardan qimmatdan sotilmoqda. To'yni Xayrulla Hamidov o'zining she'rlari bilan ochib berdi. Bo'laman bu kecha e'zoz uchrashuv. Kuyovjo'ralikka bo'lsa Abbosbek Fayzullayev. Albatta. Davrani Bunyodkorda uni asosiyga olmagan murabbiy ochib beradi. Bilardim zo'r bo'lib ketishini, ko'zlari yonib turardi deb. To'yga kelgan Holland, Rodri va Son Hyo-min davrani hech kimga bermay raqsda qizdiradi. Birrovga kelgan Shahlo Ahmedovaga xotinsiz qolgan Pep ko'z olaytirgan. Oston O'runov bo'lsa raqs payti yiqilib jarohat oladi. Anzur Ismoilovni bo'lsa umuman to'ydan xabari yo'q. Voy. Yomon bo'pti-da endi hammasi. Voy, tugabdi-da hammasi endi. Lutfulla To'rayev Xorazmchada De Bruyne Doku Fodinga dars bersa, Salah jimgina chetda iymanib o'tiradi. Grilish bo'lsa Genrixni topib olib, Qoratovni rosa bosadi. Abdurahmon Fozilov Abduqodirga 42 lik Artel televizor sovg'a qilib, hammaga strobar tarqatadi. Latipov bo'lsa doimgidek to'yga ketgan narx bilan andarmon. Mittilar jamoasi to'y tugashiga yetib kelib, bitta rasmcha bilan "Brat, baxtli bo'ling" deb stories qo'yib sekingina qochib qolishadi. Ha, aytgancha men ham o'sha to'yda bo'lganman. Mobodoga to'y 30-fevral kuni o'tarsiz. Like bosib, obuna bo'lib, to'yni tezlashtirib olishga yordam bering.